Aleyküm hurmatli obunachilar, sizlar bilan Toza havo sanatoriyasi. Bugun 21-aprel 2026-yil. Navbatdagi bemorimiz Qirg'iziston Respublikasidan tashrif buyurganlar. Qanday Assalomu alaykum. qanday ishlar ko'ruvchilar? Yaxshimisiz? Yaxshi. Shu bizde meni darlagan, shu nevrem darlaganlar ming marta rahmat. Shu nevrem de yaxshi bo'lib qoldi. O'shoning arkasından men de kelib qiz bilan qo'shilib. Ana men darlanan deb o'ylagan emasman. Kelib anan jo'telib o'tar, men de aytib ko'rayinchi deb anan aytsam shu doktor shu darini sunuştırdı ele. Birinci günü kichine ta'sir bo'ldi, ikkinchi kuni tık doktor men jo'telimchi. Men Qirg'izistondan keldim. Men bu jo'telga em olganıma ko'p yil bo'ldi. Ko'p yildan beri darilarni alamni, ko'ldoz alam. Bir vaqtinchalik basat biroq natijasi bo'lchi masalada. Anan dag'i yaqinda dag'i jo'telib qoldim. Aldan qiynaladilar meni. Biroq bo'lib qolam, anan asma bo'lib qolam deb o'zim cho'chilab o'ylab yurdim, g'ayib olmay kelib yurgan. Endi shu tesolim yaxshi bo'lishina o'zim yetpeytile qalgan. Endi qarab qaldim, men bo'ldi da, endi biroq bular asma bo'lam bo'yim bo'ldi da deb qalgan. Mana biroq yaxshi ekan shu annesi sud olsun, men shu qizim nevresim qo'shib kelib o'sha yoqda ko'rib, anan darisini sunuştashdilar. Mana shu ikki darini sunuştashdi, berishdi. O'sha doktor Jalilov degan. O'shani ichgandan keyin ele bir kundan keyin ikkinchi kuni jo'talib mana to'xtadi. O'tganda men ixshib jo'talib o'tgan, qiynalib. Ana 2 kundan keyin to'xtadi. Shu rahmat, shu dori berganlarga, vrachlarga ming marta rahmat. Ömürleri uzun bo'lsin, tinchlikda bo'lsin, bola chaqalarning kunini ko'rsin, ming marta rahmat. Shu men yaxshi bo'lib qolgan. Rahmat sizga ham.